siz Mareska Husanovni asosiy tarkibga qo'yadi deb hisoblaysizmi yangi mavsumda? Xo'p, Husanov o'ziga ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman, chunki ko'ryapmiz, masalan, ba'zida unda pasayishlar ham bo'lib turadi. Agar xuddi shu o'sish, xuddi shu progress davom etadigan bo'lsa, men sabab ko'rmayapman Husanovni o'ynatmaslikda. Chunki potensial nuqtai nazaridan, kelajakka nigoh nuqtai nazaridan Cityga muhim figuralardan bittasi. Masalan, Gehi ikkalasi yillar davomida stabil o'ynab berishi mumkin. To'g'ri, hozir solishtiradigan bo'lsak, Diash balki ba'zi jihatlar, xususan tajribasi nuqtai nazaridan sal teparoq, buni tan olamiz. Biroq kelajakka e'tibor qaratadigan bo'lsak yoki spetsifik qaysidir raqibga yondashuv, tezlik kerak bo'lgan paytda Husanov imkoniyatlari bo'ladi. Men 100% Ruben Diashni yutib chiqib, butun mavsum Husanov asosiy tarkibda o'ynaydi deb balandparvoz gap gapirmoqchi emasman. Lekin xuddi Guardiola davriga o'xshab, ma'lum bir deylik, bir oy yoki 10 ta o'yin, qaysidir bunaqa imkoniyati bo'ladi deb o'ylayman va tengma-teng 50 ga 50 raqobatga kirisha oladi deb o'ylayman.